Damas. Yana bitta navbatdagi mashinamiz kelyapti. Damazlar qabriston olib ketdi ekan, to'g'risi gap. Bunisi qachon kelgan bo'lsa, unisini hay Surxondaryodan deb kelyapti. Voy, navbatdagisi keldi. Bunisi ham yengilgina bitta yotib olganmi deyman-da. Damas hamma joyda Damas bosib ketdi. Bu ustoz, nimaga buncha ko'p Damas olib kelasiz? Damas legendaligi endi bildingizmi deyman. Albatta. Ular haqida bitta ma'lumotlar bera olasizmi? O'zbekda mashina ko'damiz. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Dehqonni mashina 2023-yilda ishlab chiqarilgan 65 ming yurgan Damas olib kelganmiz, ko'ryapsiz. Mashina holatini mana shu taraf bilan DTP bo'lgan, yonboshlab qo'ygan mashinamiz. Shu turishida mashinani 3000 dollarga oldik. Shunaqa DTP bo'lgan, qattiq urilgan, yonib ketgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Top bergan 100 dollar hadiyamiz bor. Keyingi mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, o'ta qattiq urilgan, ko'ryapsiz. Mashinamizda mana shu, ya'ni chap tarafidan hozir ko'rsatamiz. Chap tarafidan urilib, o'ng tarafiga o'g'nagan Damasimiz, ko'ryapsiz. Holatini 1700 dollarga oldik. Shu holatida 2018-yil metan gaz motor korobka zadnomosi butun. Mana ko'rgandingizda, mana shu biqinidan kelib Kobul Chinonam urgan mashinamiz chapaq telagan. 2019-yilda ishlab chiqarilgan 28 million so'mga 29 million so'mga olingan bu Damas chamiz ham bor. Mana Surxondaryo viloyatida, mana nominalari Surxondaryo viloyatidan haydab kelganmiz. Mana shu burchakchasi bilan tegib chappa bo'lgan mashina. Holati bir narxini aytib ketyapmiz. Kimga qiziq bo'lsa, labo qiluvchilarga bo'lsa, bu mashinamiz 34 millionda turibdi bizaga. Yetib kelishi, dokumenti hammasi 34 millionda turibdi. Bu mashinamizga 1700 bo'lsa, generalni o'rtakash bilan 1900 dollarda turibdi. Bu mashinamiz general davrinisi bilan 3200 dollarda turibdi. Mana bu mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Mana holatini ko'ryapsiz. Qanchalik darajada bu ham yumalab ketgan. Buni Jizzax viloyatidan olib kelganmiz. Bu mashinamizni 26 million so'mga olgandik. Biz kuzatib oling, imindi Damas emas, любой аварийный mashinalar olamiz, sotamiz. Topirgan 100 dollar hadiyamiz bor. Siz Jalol avtoservis kanaliga kuzatyapsiz. Kimga qiziq bo'lsa, bu mashinalarni yuborib qo'yasiz. Damas izlab yurganlarga chiroyli labo qilib, labo bo'layotganda labo qilib, Damas bo'layotganda Damas qilib, chiroyli qilib yig'ib beramiz. Hammaga rahmat. Mana bizning ustoxona. Hammaga rahmat. Uloqada.